Assalomu alaykum Chimgan kuzatuvchilari. Mana bugun Rahimjon aka Namangan viloyatidan keldilar. Mikro lizingga 70 ot kuchli traktorimiz xarid qildilar va bonusiga mana nevaralariga chiroyli skuter, xudo xolasa sovg'asi bor. Qolgan fikrlarni Rahimjon akaning o'zlaridan eshitib o'tamiz. Assalomu alaykum Rahimjon aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xush kelibsiz aka Chimgan traktorning zavodiga. Endi aka mana shu traktorni xarid qilyapsiz, 70 ot kuchli traktorni. Bu traktorimizni qayerda ko'rdingiz yo mahallada bormi? Kim tavsiya qildi? Shularni o'z fikringizni bildirib o'tsangiz aka. Men uni mana YouTube orqali ko'rdim mana shu texnikani. Menga yoqdi. Olishlarim ham juda yaxshi bo'ldi. Mana oson lizingga qilib berishdi. Oson bitta ish. Oson. Mana akalar lizingga ishlari oson bitta akamiz. Xudo xolasa shu 2-3 kun ichida mana olib chiqib ketyaptilar. To'lovlari ham qiyin emas ekan. Endi masalan mana shu traktorni olib xudo xolasa barakali bo'lsin, nima maqsadda ishlatmoqchisiz? Shularni ham bir aytib o'tsangiz. Biz endi xo'jalikka ishlatamiz. Yerlarimiz bor, shu yerlarda o'zimiz haydab, o'zimiz shu dehqonchilik qilamiz. Akalar doim so'raysizlar, traktor narxini aytmadinglar deb, mana narxlarini mijozimiz o'zlari aytib o'tadilar. Rahimjon aka, shu traktor sizga qanchaga aylandi aka? Menga hozir bu texnika 208 millionga aylandi. İçinde bonusu ham bor. Mana shu skuterni padarka qilib berishdi. Mana nevaraman padarkalik bo'lib qoldi. Xudo xolasa Rahimjon aka, katta rahmat maslahatlaringiz uchun, tavsiya uchun. Aka, barakali bo'lsin traktor. Bundan keyin xudo xolasa bu birinchisi emas, bundan keyin yana kelib xarid qilish nasib qilsin aka. Bundan keyin bundan katta padarkalar olish nasib qilsin aka. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Xo'p, sizlarga ham rahmat. Sizlarga ham ishlaring oldiga borsin. Bizni ham mo'ljallarimiz amalga oshsin. Allohu akbar. Allohu akbar.